Bismillahirrohmanirrohim. Otalari Shayx Mulla Ramazon ana shunday vafot etgan edi. Men bu narsani o'zimning, bu mening otamdir nomli kitobimda ham zikr qilib o'tgan edim. Men bu narsani faqat ibrat uchun aytaman. Men otam vafot etgan kunning tongida quyosh chiqishidan bir oz oldin boshqa bir xonada tabib va do'stlarim bilan edim. Birdan otamning baland ovoz bilan ismimni aytib chaqirayotganini eshitib qoldim. Darhol ularning oldilariga chiqdim. Otam so'rida suyanib o'tirgan edilar. Men otamni hammomga chiqishni istayapti deb o'yladim. Otam menga gapirishni boshladilar. Otamning lablari qimirlar edi-yu, lekin men ovozlarini eshitmas edim. Xulosa va men bilganim shuki, Alloh, alhamdulillah. O'lim farishtasi otamga Saidni chaqir debdi. Bu narsani meni otamning vidolashmay to'satdan ketib qolishidan cho'chib ketmasligim uchun qilgan ekan. Men buni aniq bildim. Otam meni chaqirdilar. Kelganimdan keyin meni ko'rib, ushbu gaplarni ishora qilib aytdilar-da, yotgan so'rilariga yonboshladilar va jon taslim qildilar. Bu narsa bir fursat oralig'ida bo'lib o'tdi. Hay do'stlarim, bu holatni ko'tarishga tog'larning kuchi yetmaydi. Sizni Alloh taolo kalomida aytgan ushbu kishilardan bo'lishingizga kuchingiz yetadi xolos. Alloh aytadi: Albatta, Robbimiz Alloh degan, so'ngra mustaqim bo'lganlarning ustilaridan farishtalar, qo'rqmanglar, mahzun ham bo'lmanglar, o'zingizga va'da qilingan jannat xushxabarini qabul qilinglar. Biz hayoti dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizga u jannatda ko'nglingiz ishtaha qilgan narsa bordir va sizga unda orzu qilgan narsangiz bordir. Fussilat surasining 30-31 oyatlari. Bu xushxabar sizni dunyo hayotidagi oxirgi lahzalaringizda aytiladi. Siz xotirjam bo'ling. Bu xabarni sizga farishta bermoqda. Sizni Alloh mag'firat qilgan va sahifalari oppoq kishilardan ekaningiz xabarini aytmoqda. Endi siz umringizda ko'rmagan quvonch bilan xursand bo'ling. Subhanalloh.